Bugun haftaning payshanba kuni va eFootballga Neyriyaning pak keldi. Buni ko'rgan bo'lsangiz, Suaresda prezident kartasi bizani kutib turibdi. Yevropan klub atakers degan pak keldi. Buning ichida Nedved ham bor. Yana bitta o'yinchi bor ekan. To'g'risi uni ismini to'g'risi eslamadim. Mana ko'rishingiz mumkin. Suares statistikasi prosta wow, mana yangicha hujumchi. Bu Ruminiyani ham orqada qoldirsak kerak deb o'ylayman menimcha. Chunki psixik udarlari va ancha-muncha tezligi bor, o'ziga yetarlicha. Va shunga qo'shilib potiv kartalar keldi. Bu potivlarning ichida qaysi biri yaxshi, qaysi birini olish arziydi degan bo'lsanglar, men ikkita potiv kartani maslahat beraman. Maguire bilan Arauxoni potiv kartalar ikkalasi ham yaxshi skillga ega va bemalol kimga shunaqa hujumkor himoyachilar kerak bo'lsa, shu olishni maslahat beraman to'g'ri. Va yana hamma kutgan Milan paket keldi. 1500 coinsga sotib olar ekanmiz. Agar kimga tezkor coins kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Va Milan pak olib mazza qilib o'ynatasizlar. Menimcha Milan pak olishga 100% arzimasa ham bir 90% arzisa kerak. Yana bitta yangilik, dushanba kuni bizani bitta Pushkava deb oldi va yana ikkita o'yinchi paket kutotdi, show time'lar ya'ni. Xo'sh, menimcha bu paketda eng zo'ri Valverde bo'lib kelsa kerak. Hamma Valverdeni oshib olsa kerak. Sizlarga qaysi pot tushdi? Buni kommentariyaga yozib qoldiringlar.